Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz 7-sinf biologiya darsligidan umurtqalilarning tayanch-harakat organlari. Umurtqali hayvonlarning harakatlanishi tayanch-harakatlanish sistemalarining rivojlanish darajasiga bog'liq. Tayanch-harakatlanish sistemasiga skelet va muskullar kiradi. Lansetnikning muskullari ikki yon tomonida tana bo'ylab uzun tasma shaklida joylashgan. Lansetnik juda oddiy harakatlanadi. U tanasini u yoki bu yonga egib suzib yuradi, ba'zan qumni yorib kirib oladi. Lansetnikning muskullari uchun xo'rdasi tayanch vazifani ham bajaradi. Baliqlar suv muhitida yashashga moslashganligi sababli suzgichlari harakatlanish organi hisoblanadi. Baliqlarda ikki xil ko'rinishdagi suzgichlar bo'ladi. Birinchisi tog' suzgichlar, ikkinchisi juft suzgichlar. Demak, tog' suzgichlardan boshlaydigan bo'lsak, ularga quyidagilar: dum suzgichlari, demak, anal suzgichi hamda orqa suzgichlari kiradi. Juft suzgichlarga ko'krak va qorin suzgichlarini olishimiz mumkin. Jumladan, ushbu baliqlar bilan rasmlari keltirilgan, tanishib o'tishingiz mumkin. Aynan zog'ora baliqda tog' va juft suzgichlarni sanab o'tishingiz ham mumkin. Suzgichlar qanday tuzilgan? Suzgichlar asosan yupqa teri pardadan va uni tutib turadigan suzgich yoylaridan iborat. Dum suzgichi ikkiga ajralgan. Zog'ora va losos baliqlarda dum suzgichining asosiy vazifasi demak, baliqni oldingi harakatini ta'minlaydi. Dumining ostida esa anal suzgichlari joylashgan. Baliqlarning skeletiga keladigan bo'lsak, asosini tana bo'ylab o'tadigan umurtqa pog'onasi skeleti tashkil etadi. Har bir umurtqa pog'onasi, demak, umurtqa tanasi bir juftdan yuqorigi va ostki yoylardan iborat. Ustki qarama-qarshi yoylarning o'zaro tutashuvidan umurtqa nayi hosil bo'ladi. Unda orqa miya joylashgan. Tana bo'limidagi umurtqalarga ikki yon tomondan qilichsimon qovurg'alar kelib birikadi. Ikkinchi uchi muskullar orasida erkin yotadi. Dum umurtqalarida qovurg'alari bo'lmaydi, lekin uzun qiltanoq suyakchalar joylashgan. Baliqlar umurtqa pog'onasi bosh skeleti bilan harakatsiz birikkan. Aynan, demak, boshini shu uchun ham u yoq bu yoqqa bura olmasdan xuddiki bir xil holatda harakatlanib yurganini ko'rishimiz mumkin. Suv muhitida, albatta, suvda yashaganligi uchun. Demak, bosh skeleti bosh miyani o'rab turadigan miya qutisidan, og'iz bo'shlig'ini o'rab turadigan jag'lardan, jabra ravoqlari va qopqoqlari suyaklaridan iborat. Skelet muskullariga tayanch hamda ichki organlar uchun himoya vazifani bajaradi. Ushbu, demak, baliq skeletini tuzilishi bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Amfibiyalar yoki suvda va quruqlikda yashovchilar, ular qanday tuzilishga ega? Ko'pchilik vakillarida ikki juft oyoqlar, ya'ni yurish oyoqlari rivojlangan. Oldingi oyoqlari yelka, bilak va panja, orqa oyoqlari esa son, boldir va tovon bo'limlariga bo'linadi. Baqaning oldingi oyoqlarida 4 ta barmoqlari bo'lib, 5-barmog'i rivojlanmagan. Orqa oyoqlarining ko'rinishiga qarasak, 5 barmoqli bo'lib, ularning orasida tarang tortilgan suzgich pardalarni kuzatishimiz mumkin. Baqaning skeleti baliqlarnikiga o'xshaydi, lekin quruqlikda yashashi va oyoqlarni paydo bo'lishi bilan bir qator o'ziga xosliklarni aks ettiradi. Xususan, umurtqa pog'onasi bo'yin umurtqasi orqali kalla suyagi bilan harakatchan birikkan. Bemalol u, demak, boshini burib qarashi mumkin. Baliqlarda bu holat yo'q edi. Qovurg'alari rivojlanmagan, dum suyagini hosil qilgan. Baqaning oldingi va orqa oyoqlari skeleti kamar suyaklari orqali umurtqa pog'onasi bilan tutashgan. Oldingi oyoqlari skeleti bitta yelka, ikkita bilak va bir qancha panja suyaklardan iborat. Ularda yelka kamarlari ham uchraydi, ikkitadan ko'krak tirgak, demak, umrov va kurak suyaklari orqali umurtqa pog'onasiga birikadi. Kamar suyaklarining ikkinchi uchi tuz suyagiga tutashgan. Orqa oyoqlariga son, boldir, tovon va panja suyaklaridan tashkil topgan. Orqa oyoqlari kamarini o'zaro harakatsiz birikkan 3 ta chanoq suyaklari hosil qiladi.
Chanoq suyaklari orqa oyoqlar uchun tayanch vazifani bajaradi. Ushbu rasmlarga e'tibor berib, qaysi aynan demak oldingi oyoqlar va orqa oyoqlarni qanday suyaklardan tashkil topganligini ko'rib o'tishingiz mumkin. Reptiliyalarda demak aynan kaltakesakning oyoqlarida 5 tadan panjasi bo'ladi. Ushbu suratda ham bemalol sanab o'tishingiz mumkin. Oyoqlari tanaga ikki yon tomonidan birikkan bo'lganidan tanasini dast ko'tarib tura olmaydi. Shuning uchun harakatlanganda kaltakesakning dumi yerga sudraladi. Dumi harakatga yordam beradi. Ilonlar va ba'zi kaltakesaklar, misol uchun sariq ilonda oyoq rivojlanmagan. Ular gavdasini egib, qovurg'alariga tayangan holda harakat qiladi. Kaltakesakning skeleti baqanikiga o'xshasa-da, bir qator o'zgarishlar bilan farq qiladi. Quyida demak kaltakesakning skeletini keltirib o'tdim. Bir qator baqanikidan farq qiladigan o'zgarishlarni ko'rib, taqqoslab o'tishingiz mumkin. Masalan, boshida 8 ta bo'yin umurtqasi orqali tanasiga harakatchan birikkan. Ko'krak umurtqalarining har biriga ikki yon tomondan bittadan qovurg'a tutashgan. Qovurg'alarning ikki uchi esa tuz suyagiga tutashgan. Ko'krak umurtqalari, qovurg'alar va tuz suyagi birgalikda ko'krak qafasini hosil qiladi. Ko'pchilik toshbaqalar quruqlikda, ayrim turlari esa suv havzalarida hayot kechiradi. Chuchuk suvda hayot kechirgan turlarning barmoqlari orasida suzgich pardasi bo'ladi. Dengiz toshbaqalarining oyoqlari eshkak vazifasini o'taydi. Timsohlarning orqa oyoqlari barmoqlari orasida parda tortilgan va ikki yondan siqilgan kuchli uzun dumi yordamida suzadi va sho'ng'iydi. E'tiboringizga mana demak dengiz toshbaqasini keltirib qo'ydim. Tomosha qilib o'tishingiz mumkin. Qushlar asosan havo muhitida yashashga moslashganliklari uchun suyaklari yengil, naysimon suyaklarining bo'shlig'i havo bilan to'lgan, oldingi oyoqlari qanotga aylangan. Faqat orqa oyoqlari ikki oyog'iga tayanib yerda yuradi. Qushlar uchganida qanot va dumidagi qoqish va boshqarish patlari bir-birining ustiga chiripetsa singari tushib, ko'tarish yuzasini hosil qiladi. Qanot, yelka, ikkita bilak yoki bilak-tirsak bilak deyilyapti va bir necha panjalardan tashkil topgan. E'tiboringizga ko'k kaptarni rasmini qo'yib ketdim, tanishib o'tishingiz mumkin. Qushlarning qanotida faqat 3 ta barmoq bo'ladi. Qanotidagi mayda panja suyaklari qo'shilib, yaxlit bitta suyakni hosil qiladi. Qushlarning oyoqlari yo'g'on, son, ikkita boldir hamda ilik va barmoqlardan iborat. Ilik suyagi faqat qushlar uchun xos bo'lib, bir necha mayda suyaklarni birikishidan hosil bo'lgan. Ilik suyagining pastki uchiga barmoq suyaklari kelib tutashgan. Ilik suyagi qush tanasini yerdan dast ko'tarib turadi va qo'nayotganida tanaga beriladigan zarbani kamaytiradi. Uchmaydigan qushlarning oyoqlari yaxshi rivojlangan oyoq muskullari qushlarni yerda harakatlanishiga yordam beradi. Misol tariqasida Afrika tuyaqushlarini misol qilishimiz mumkin. Bular uchmaydi, lekin yaxshigina yugura oladi va o'sha demak oyoqlari yaxshi rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, havoda uchib yurgan burgutni tasvirladik va suv qushlaridan o'rdaklarni tasvirladik, tanishib o'tishingiz mumkin. Oyoq bo'g'imlari orqali paylar o'tgan ekan. Qushlarda aynan paylar uchi barmoqlargacha birikadi. Qush shoxga qo'nganda yoki simyog'ochlarda ko'rganingizda ham bu paylar tortiladi va barmoqlar siqilib, shoxni yoki simyog'ochlarni mahkam ushlab turib, bemalol dam olishi mumkin, uxlashi mumkin. Demak, ular yiqilib tushmasdan mana shu holatda dam olishlari ham mumkin. Suv qushlarining barmoqlari orasida parda tortilgan, oyoqlari biroz orqaroqda joylashgan bo'ladi. Qushlarning pat va parlari zich joylashib, suv o'tkazmaydigan tig'iz qoplamni hosil qiladi. Qushlar dumg'aza bezlari ajratib chiqaradigan yog'simon suyuqlikni tumshug'i bilan siqib olib, patlariga surtib turadi. Bu suyuqlik patlarga suv yuqtirmaydi, ularni qayishqoq va egiluvchan qiladi. Suv havzalarida yashovchi qushlarning ko'pchiligi suvda chaqqon suzadi va sho'ng'iydi. Ozig'ini ham suvdan topadi. Suv qushlari quruqlikda sekin va beso'naqay harakatlanadi. Demak, ushbu rasmlar bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Ular suvda juda chaqqon suzishadi va sho'ng'iydi deb yuqorida ma'lumotlar aytdik, lekin
quruqlikka chiqqanda xuddiki lapanglaganga o'xshab harakat qilishadi. Qushlarning skeleti bosh, umurtqa pog'onasi, mana demak, rasmga e'tibor bersangiz, qanot, oyoq, yelka va chanoq kamarlari skeletidan tashkil topgan. Bosh skeleti yumaloq bosh qutisi, yirik ko'z kosasi, yuqoriga va pastki jag'lardan iborat. Umurtqa pog'onasining bo'yin bo'limi uzun bo'lib, o'zaro harakatchan. Ko'krak umurtqalari esa o'zaro harakatsiz, birikkan. Bel, dumg'aza va dum umurtqalari o'zaro birikib, yagona dumg'aza suyagini hosil qiladi. Dum suyagi qushlarning dumidagi burilish patlari uchun tayanch bo'ladi. Umurtqa pog'onasining ko'krak bo'limi qovurg'alar va to'sh suyagi bilan birga ko'krak qafasini hosil qiladi. To'sh suyagining pastki tomoni kengayib, qayiqqa o'xshash, e'tibor qilsangiz suratga, ko'krak tosh suyagini hosil qiladi. Xuddi qayiqqa o'xshaydi. Bu suyakka qanotlarni harakatga keltiruvchi muskullar birikib turadi. Qovurg'alarning bir uchi ko'krak umurtqalariga, ikkinchi uchi to'sh suyagiga harakatchan qo'shilgan. Qanotlar kamari ko'krak tirgak, kurak va umrov suyaklaridan iborat. Umrov suyaklarining pastki uchi tutashib, ayrini hosil qiladi. Demak, suratda ham ko'rishingiz mumkin. Qanot skeleti bitta yelka, qanotlarga o'tdik. Qanot skeleti bitta yelka, ikkita bilak, tirsak bilak va bir nechta panja suyaklaridan tashkil topgan. Sut emizuvchilarni harakatlanish organlari turlarga qarab turlicha tuzilgan. Ularning oyoqlari odatda ancha baquvvat. Ushbu rasmda it misolida yoki kenguruda, ot misolida ko'rishingiz mumkin. Va uzun bo'lib, tanasini ostida joylashgan. Shuning uchun ularning tanasi yerdan dast ko'tarilib turadi. Sut emizuvchilarning barmoqlari uchida muguz tirnoqlari yoki tuyoqlari bo'ladi. Aksariyat turlarida 4 ta oyoqlari, it, bo'ri, qoramol, jirafa, otda, 2 oyoqlab kenguru, odam, ba'zilari esa havoda uchish organi qanotlar. Misol uchun, ko'rshapalaklarda demak, aynan qanotlar orqali harakatlanishini kuzatishimiz mumkin. E'tiboringizga qora bayir oti, delfin, it va kengurular suratlari keltirildi. Bemalol tanishib o'tishingiz mumkin. Dengizlarda yashovchi kurak oyoqlilar. Bo'yni juda kalta, oldingi oyoqlari suzgich kurakka aylangan yirik hayvonlar hisoblanadi. Ular ko'p vaqtini suvda o'tkazadi, faqat dam olish va ko'payish uchungina quruqlikka chiqadi. Misol uchun, tyulenlar, mo'rjlar, dengiz mushuklari aynan mana shu toifaga mansub. Ketsimonlar esa batamom suvda yashashga o'tgan sut emizuvchilar. Ular hech qachon quruqlikka chiqmaydi, suvda bolalaydi, tuzilishi suvda yashashga ta'sirida yanada ko'proq o'zgargan. Misol uchun, delfin, kashalot, kasatkalar. Ular dumi va oldingi suzgichlari yordamida suzadi, keyingi suzgichlari esa bo'lmaydi. Dengizlarda yashovchi kurak oyoqlilar. Bo'yni kalta, oldingi oyoqlari suzgich kurakka aylangan yirik hayvonlar hisoblanib, aynan ular ko'p vaqtini demak dam olish va ko'payish uchun quruqlikka chiqadi. Asosan mana rasmlar bilan ifodalashga harakat qildik. Demak, o'sha tyulenlar, dengiz mushuklari, mo'rjlar hammasi keltirilgan. Demak, ketsimonlar vakillarida mana kashalot, kasatkalar, delfinlarni oldik. Yuqorida ma'lumotlar berib o'tdik. Ular quruqlikka chiqmaydi, batamom suvda yashashga moslashgan. Mana ko'rinishidan ham e'tibor qilsangiz, juda ham yirik, bunaqa katta yirik hayvon quruqlikda yashash juda qiyin narsa, faqatgina o'sha suv muhitida yashashga moslashadi, oldingi va orqa suzgichlari yordamida harakatlanadi. Demak, bu ma'lumotlarni berib o'tdim. Sut emizuvchilar skeleti: bosh, umurtqa pog'onasi, ko'krak qafasi, oldingi va orqa oyoqlar hamda ularning kamarlari skeletidan iborat. Bosh miyasi ancha kuchli rivojlanganligi tufayli miya qutisi ham boshqa umurtqali hayvonlarnikiga nisbatan yirik bo'ladi. Umurtqa pog'onasi bo'yin, ko'krak, bel, dumg'aza, dum bo'limlariga ajratiladi. Sut emizuvchilarning oldingi oyoq kamari skeleti ikkita kurak, unga qo'shilib o'tgan ko'krak tirgak suyagi hamda ikkita umrov suyagidan iborat. Itning umrov suyagi rivojlanmagan, orqa oyoq kamari, ya'ni chanoq 3 juft suyakdan iborat. Oldingi oyoqning erkin suyaklari yelka, bilak, tirsak va panja suyaklaridan iborat. Orqa oyoqning erkin suyaklariga son, boldir, panja suyaklari kiradi.
Ushbu rasmlarda siz sutemizuvchilarning skeleti bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Mana yuqorida mushukning skeleti ifodalangan. Demak, bosh qutisi skeletining ham murakkab rivojlanganligini, umurtqa pog'onasini, yakuniy qismi aynan ayrim sutemizuvchilarda dum bilan yakunlanadi. Bu demak, faqatgina o'sha mushuklar, hayvonlarga xos, kuchuk, boshqa bir hayvonlarga xos. Masalan, odamga bu narsa xos emas, chunki dum rudimentlashgan. Lekin qolgan umurtqa pog'onasi qismlari aynan o'xshash. Bo'yin, ko'krak, bel, dumg'aza va dum qismlariga bo'linishi o'xshash bo'ladi. Faqat odamda mana bunaqa hayvonlar singari uzun dum bo'lmaydi. Demak, ko'krak umurtqalariga qovurg'alarni birikishi oldingi tomondan tuz suyagiga, orqa tomondan umurtqa pog'onasiga birikib, ko'krak qafasini hosil qilishini ham kuzatishimiz mumkin. Rasmlardan yaxshilab tanishib o'tasiz. Demak, kurak suyaklari yelkaning, ya'ni aynan kamar suyaklarini hosil qilishda, oldingi tomondan umrov suyaklari, ko'krak tirgak suyaklari hamda yelkaning oldingi va orqa oyoqlarida, misol uchun oldingi oyoqdan oladigan bo'lsak, aynan oldingi oyoqning erkin suyaklariga yelka, bilak tirsak, panja, tovon suyaklarini hosil qilishini kuzatishimiz mumkin. Aynan mana shu hayvonlarda, orqa oyoqlarda demak chanoq suyaklari, undan keyin erkin suyaklar, son, boldir, tovon, panja suyaklarini kuzatishimiz mumkin. Demak, bemalol ushbu suratlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Demak, hayvonlarda va jumladan odam skeletini ham rasmini keltirib o'tdim, tanishib bir qator ko'rib o'tishingiz mumkin. Bugungi mavzumiz qisqacha mana shundan iborat edi. Bugungi demak video darsimizni tomosha qilganingiz uchun hammangizga rahmat.